O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlarining 2024-yil 11-sentyabr kunidagi imom xatiblar faoliyatini yanada samarali tashkil qilish choralarini ko'rish bo'yicha ko'rsatmasiga asosan Toshkent shahri va Toshkent viloyatida o'tkazib kelinayotgan namunaviy amaliy tadbirlarning navbatdagisi 2025-yil 21-aprel kuni Yakkasaroy tumanida o'tkazildi. Tadbirga Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov boshchilik qildilar. Rakat jome masjidida o'tkazilgan tashkiliy yig'ilishda O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining o'rinbosari Zayniddin domla Eshonqulov, O'zbekiston musulmonlari idorasi mutaxassislari, Toshkent shahar vakilligi rahbariyati, tuman shaharlar bosh imom xatiblari hamda otinoylari, shuningdek Yakkasaroy tumanidagi masjidlar imom xatiblari, noiblari, otinoylar, Haj 2024 ziyoratchilari, mahalla fuqarolar yig'inlari raislari taklif qilindi. Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov boshchiligida tumanlar bosh imom xatiblari, shuningdek tajribali imom xatiblardan tarkib topgan ishchi guruh tuzildi. Ishchi guruhning vazifalari taqsimlab berildi. Abduqahhor domla Yunusov amalga oshiriladigan ishlar ko'lami, ishchi guruh a'zolari hamda imom xatiblar hamkorligining muhim jihatlarini tushuntirdilar. Maqsad imom xatibning ma'naviy ma'rifiy hamda masjidni boshqarish yo'nalishlaridagi faoliyatlarini yaqindan o'rganish, ular bilan birgalikda ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazish, ularga amaliy ko'mak va maslahat berishdan iborat ekanligi ta'kidlandi. Quyidagilar ishchi guruh faoliyatining asosiy yo'nalishlari sifatida belgilandi. Birinchi yo'nalish imom xatib hamda otinoylarning Haj 2024 ziyoratchilarini ma'naviy ma'rifiy tadbirlarga faol jalb etish ishiga ko'maklashish, namuna sifatida ishtirok etish. Ikkinchi yo'nalish imom xatibning ustav asosida masjidni boshqarish faoliyati hamda hujjat yuritish ishlarini yaqindan o'rganish, maslahat va ko'mak berish. Uchinchi yo'nalish imom xatib uchun namuna tarzida peshin namozi vaqtida masjidga kelganlarga dolzarb mavzuda ma'ruzalar qilib berish. Shu maqsadda ishchi guruh a'zolari Yakkasaroy tumanining 4 ta masjidi hamda 21 ta mahallasiga biriktirildi. Bir vaqtning o'zida masjidlarda hujjat yuritish holatini o'rganish uchun O'zbekiston musulmonlari idorasi moliyaviy nazorat va tahlil bo'limi mutaxassislari biriktirildi. Shuningdek, O'zbekiston musulmonlari idorasi xotin-qizlar bo'limi tomonidan Yakkasaroy tumani otinoylari va hojilar bilan birgalikda o'tkaziladigan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar rejalashtirildi. Tadbir doirasida amaliyoti nazarda tutilgan yo'nalishlar bo'yicha quyidagilar amalga oshirildi. Birinchi yo'nalish bo'yicha ishchi guruh a'zosi hamda imom xatiblar, shu bilan birga otinoylar o'zlariga biriktirilgan mahalla hududidan Haj 2024 ziyoratchisini ma'naviy ma'rifiy tadbirlarga jalb etdilar. Birgalikda mahallaning eng kamida 5 tagacha muammoli xonadonlariga kirib, u yerda yashayotganlardan hol ahvol so'radilar. Ularning muammolarini o'rgandilar, taklif, fikr, mulohazalarini tingladilar. Imom xatiblar 7 toifaga mansub 105 ta oilaga, otinoylar 4 toifaga mansub 16 ta oilaga, umumiy hisobda 121 ta oilaga kirib, ma'naviy ma'rifiy targ'ibot hamda amaliy yordam tadbirlarini olib bordilar. 18 ta xonadonda yot g'oyalar ta'siriga moyil bo'lganlar bilan suhbatlashildi. Tushunchalar to'g'rilandi. Ikkinchi yo'nalish bo'yicha masjid imom xatibi faoliyati o'rganildi. Jumladan ustav asosida ish va hujjat yuritish, jamoani boshqarish, masjidni toza va ozoda saqlash, unda qulay sharoitlar yaratish jihatlarini ko'rib chiqildi. O'rganish natijasiga ko'ra masjidlarda yaratilgan sharoit hamda imom xatib boshchiligida masjidlar jamoalarining faoliyatiga ijobiy baho berildi. Uchinchi yo'nalish bo'yicha ishchi guruh a'zolari o'zlariga biriktirilgan 4 ta masjidlarda peshin namozini ado qilib, yig'ilgan qavmga ma'ruza qilib berdilar. Tinchlik ne'mati, shukronalik, aqidada adashmaslik, mazhabga ergashish va yot g'oyalar ta'siridan saqlanish kabi dolzarb mavzudagi chiqishlarda 3000 nafarga yaqin tinglovchi qamrab olindi. Tadbir so'ngida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilinib, Yakkasaroy tumani imom xatiblarining ma'naviy ma'rifiy hamda masjid boshqaruvidagi faoliyatida kuzatilgan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan ko'rsatma va tavsiyalar berildi. 4-chi yo'nalish bo'yicha Yashil makon umummilliy loyihasi amaliy targ'ib qilindi. Yakkasaroy tumani imom xatiblari tomonidan masjidlar hududida hamda atroflarida jami 35 tup mevali va manzarali daraxt ko'chatlari o'tqazilib, yurtimizda ekologik barqarorlikni ta'minlashga amaliy hissa qo'shildi. Ko'chat ekish ishlariga masjid qavmi hamda mahalla fuqarolari jalb qilindi. Toshkent shahri imom xatiblari faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan ishchi guruh faoliyati 2025 yilning 5 may kuni Chilonzor tumanida o'tkazilishi rejalashtirildi.